Bahor naqadar yoqimli, qalblarga iliqlik, ko'ngillarga orzu, umid bag'ishlovchi so'z bu. Fasllar nomlari orasida eng nafis, eng go'zal, talaffuz etilishda ham o'zgacha ma'no borday go'yo. Nazarimizda inson ona tabiat bilan yaqinligini aynan shu damda yaqqol his etadi. E'tibor bergan bo'lsangiz, tilimizda bahorga ko'plab ma'nodosh so'zlar bor. Uni fasllar kelinchagi, ko'klamoyim, go'zallik va poklik timsoli, bobo dehqonni dalaga chorlovchi fasl deb ham ataydilar. Bahorning ilhom baxshligini alohida aytib o'tgan bo'lardik. Bejizga O'zbekiston xalq shoiri Muhammad Yusuf bu faslni suyib tarannum etmagan. Sochimda oq, men bahordan o'tindim. Ko'klamoyim, ko'kingdan ber, baxchimdan. Qor qo'ynida seni qumsab o'kindim. Ko'klamoyim, ko'kingdan ber, baxchimdan. Bu nafaqat ijod sohasida, tabiat uyg'onishi bilan oshufta intiq qalblarda yashnatuvchanlik, bunyodkorlik his-tuyg'ulari jo'sh ura boshlaydi. Yerni sog'inib qolgan qadoq qo'lli, pok niyatli insonlar dala yumushlariga kirishib ketadilar. Baraka urug'i yaxshi tilaklar ila tuproqqa qadaladi. Bizningcha bahorning ilg'ab bo'lmas dastlabki nafasini birinchilardan bo'lib beg'ubor qalbli bolajonlarimiz sezadilar. Hali izg'irin ketmasa-da varrak uchirishni boshlab yuboradilar. Xayollari musaffo osmonda, musaffo osmon kabi orzulari bir olam kelajak avlodlarni. Varaging kabi parvoz qil, parvozing sarhadsiz bo'lsin degimiz keladi. To'yib nafas olsangiz, havoda o'zgacha hid, ajib bir tarovat paydo bo'lganini butun vujudingiz bilan tuyasiz. Kechagina tarashaday qotgan zamindan maysalar barg urib chiqadi. Sumalakning xushbo'y isi atrofni tutib ketadi. Odamlar samimiyat bilan bir-birlarini tabriklashadi. Bunday tarovat faqat O'zbekistonimizga xos. Bahoringiz qutlug' bo'lsin, hamyurtlar.